Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Omonat dunyoda omon yuribsizmi, qadrdonim? Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan Fayzobod masjidi yo'l yoqasida 7 etajga domning 7-etajda 2 xonali kvartiramizni obzor qildik. Kvartiramiz obzorini ko'rsatib o'tamiz. Yana sizlarga qolgan ma'lumotlarni tushuntiramiz. Eshikdan kirgan vaqtimiz bizga turetskiy eshiklar qo'yilgan, oyoq ostimizda esa yarmigacha kafel qilingan, qolgan hamma joylari laminat qilingan. Va e'tibor bering, bizning perxoshkamiz, kengina perxoshkamiz, bemalol beri garderob qo'ysangiz ham bo'ladi. Turetskiy radiatorlar qo'yilgan, chiroyli lyustralar osib qo'yilgan qadrdonim. Ana bu yo'q esa biza kengina zalimiz ham. Zalimiz ham chiroyli attachment remontlar qilib, chiroyli turetskiy radiatorlar qo'yilgan qadrdonim. Domimiz vetrnon holatda turibdi. Shuni trezdan olsangiz, bahavo joyiga turganday, havosi yaxshi. Bu yoq esa bizning spalni xonamiz. Spalni xonamiz cho'tka gipsokartonchalar qilib, mo'ysha aboylar, sifatli mo'ysha aboylar bilan remont ta'mirlangan. Bu yoqqa ham radiatorlar qo'yilgan, eshiklarga e'tibor beringlar. Hozirgi zamonga qarab eshiklar o'rnatilgan. Bu yoq esa bizning sanuzelimiz. Sanuzelimiz patologgacha kafel qilib, smysllar qo'yilgan va rakvina uchun, stiralka uchun joy qoldirilgan. Bu yoq esa bizning hojatxonamiz. Hojatxonamiz ham patologgacha kafel qilingan. Qadrdonlarim, bu yer esa bizning kuxunimiz kengina, kuxuni garniturdan keyin bemalol bu yoqda stol qo'yib, ovqat qilishga sharoit ham, ovqatlanishga sharoit ham bor. Turetskiy radiatorlar qo'yilgan va yaxshi kotel qo'yilgan. Bu yoq esa bizning balkon qismimiz. Balkonga bemalol chiqib o'tirsangiz bo'ladi. Patologimiz natija patolog qilib, chiroyli lyustralar qo'yilgan. Qadri baland qadrdonim, lokatsiyasini ham bir marta aytaman. Buxoro shahar Fayzobod masjididan o'tgandan keyin 7 etajga domning 7-etajda 75 kvadrat metrlik kvartiramiz sotuvda chiqdi. Kvartiramiz narxini bitta like bosing keyin aytaman. Like bosing sразу aytaman. Bosizmi qadrdonim? Kvartiramiz narxini 37.900 deb baholaymiz. Yana ozgina zarzochasi bor savdolashga. Narx bilan kelinglar, savdolashib, hujjatlarda muammo yo'q. Sразу otlaringizga rasmiylashtirib beramiz qadrdonim. Omonat dunyoda omon bo'ling qadrdonim. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like papskani ayamang. Bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatinglar. Sizlar sababchi do'stlaringiz uylik vatanlik bo'lishi mumkin. Sizlar sababchi biz shu uylarni sotishimiz mumkin. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring qadrdonim. Like papskani ayamang. Pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sovqandashang, shu kvartiraga kelib yashang.